Agar eshigingiz oldida militsiya, ya'ni ichki ishlar xodimlari turibdi, eshikni oching bo'lmasa buzib kiramiz deyapti. Siz bir necha soniya ichida to'g'ri qaror qabul qilishingiz kerak. Bu vaziyatda vahima, jahl, qo'rquv yoki men hech narsa qilmaganman degan ishonchning o'zi yetmaydi. Qonuniy huquqlaringizni bilmasangiz, oddiy xatongiz keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntiraman. O'zbekistonda militsiya uyingizga qachon kirishi mumkin? Qachon kira olmaydi? Eshikni buzish qonunimi yoki yo'qmi? Siz o'zingizni qanday tutishingiz kerak? Nimani so'rashingiz? Nimani yozib olishingiz va keyin qayerga shikoyat qilishingiz mumkin? Bu ma'lumot 12 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan har bir odamga kerak. Ijarada yashaydigan talaba, farzandli oila, tadbirkor, haydovchi, fermer, pensioner ota-onasiga qaraydigan farzand hamma uchun hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bunday vaziyatda oldindan bilgan odam o'zini, oilasini va mulkini ancha yaxshi himoya qiladi. Avval odamlar ko'pincha shunday o'ylardi. Militsiya keldimi? Demak, nima desa bajarish kerak. Eshikni ochmasam aybdor bo'lib qolaman. Hujjat so'rasam xodimlar jahli chiqadi. Bu fikr hali ham ko'pchilikda bor. Lekin bugungi kunda vaziyat o'zgargan. Fuqarolarning huquqlari, uy-joy daxlsizligi, advokat chaqirish huquqi, protsessual hujjatlar, video va audio dalillar masalasi ancha muhim bo'lib qoldi. Eng asosiy qoida shuki, uy-joy daxlsiz. Bu degani sizning xonadoningizga hech kim xohlagan paytda, xohlagan bahona bilan kirib kelishi mumkin emas. Ichki ishlar xodimi forma kiygan bo'lsa ham bu qonundan yuqori emas. U uyga kirish uchun qonuniy asos bo'lishi kerak. Masalan, tintuv o'tkazish haqidagi protsessual qaror, sud ajrimi yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa ruxsat. Ayrim shoshilinch hollarda esa inson hayoti xavf ostida bo'lsa, jinoyat hozir sodir bo'layotgan bo'lsa, jinoyatchi qochib shu uyga kirgan bo'lsa, yong'in, portlash, baqiriq, yordam so'rash kabi holatlar bo'lsa, xodimlar kechiktirmasdan kirishi mumkin. Lekin profilaktika uchun keldik. Tekshiruv bor, mahalladan shikoyat tushgan. Gaplashib olamiz, telefoningizni ko'ramiz, uyda kim borligini bilamiz degan gaplarning o'zi eshikni buzib kirish uchun yetarli sabab emas. Mana shu farqni yaxshi tushunish kerak. Qonuniy talab bor, shunchaki bosim bor. Fuqaro aynan shu chegarani bilishi kerak. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim olmasligi kerak birinchi navbatda. Militsiya eshikni taqillatganida siz aybdor odamdek o'zingizni tutishingiz shart emas. Siz xotirjam bo'lishingiz kerak. Eshik ortidan gaplashish mumkin. Kim deb so'rash mumkin. Xizmat guvohnomangizni ko'rsating deyish mumkin. Qaysi organ, qaysi bo'lim, familiyangiz, lavozimingiz, kelish sababi nima deb so'rash mumkin. Bu qo'pollik emas, bu sizning oddiy huquqingiz. Masalan, Toshkentda ijarada yashayotgan 23 yoshli yigitni olaylik. Kechasi soat 23. Dardimda eshik taqillaydi. Militsiya oching deyishadi. U qo'rqib eshikni ochadi. Ichkariga 3 kishi kiradi. Pasport tekshiramiz deydi. Telefonini olib ko'radi. Xonalarni aylanadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, ular qo'shni xonadonda yashaydigan boshqa odamni qidirgan. Yigit esa hujjat so'ramagan, kelish sababini aniqlamagan, video yozmagan. Bunday holatda keyin shikoyat qilish qiyinlashadi. Chunki dalillar kam bo'ladi. Boshqa misol. Viloyatda bir oilaning uyiga ertalab soat 6:30 ichki ishlar xodimlari keladi. Ular tintuv qarorini ko'rsatadi. Qarorda aniq manzil, aniq shaxs, jinoyat ishi raqami, tintuv maqsadi ko'rsatilgan bo'ladi. 2 nafar xolis ham bor. Bu holatda oila eshikni ochishi, advokat chaqirishi, jarayonni diqqat bilan kuzatishi, bayonnomaga e'tirozlarni yozdirish kerak. Chunki bu allaqachon protsessual harakatga o'xshaydi. Men ochmayman deb to'sqinlik qilish vaziyatni og'irlashtirishi mumkin. 3-misol. Qo'shni uydan ayolning yordam bering degan qichqirig'i eshitildi. Ichkarida janjal, bolalar yig'layapti, eshik ochilmayapti. Bunday paytda ichki ishlar xodimlari yoki qutqaruvchilar eshikni buzib kirishi mumkin. Chunki inson hayoti va sog'lig'i xavf ostida bo'lishi ehtimoli bor. Keyin bu harakatlar hujjatlashtirilishi kerak. Lekin asosiy maqsad odamni qutqarish bo'ladi. Demak, kim xavotir olish kerak? Birinchidan, uyda qidiruvdagi shaxsni yashayotganlar emas, balki oddiy fuqarolar ham o'z huquqini bilishi kerak. Chunki xatolik, noto'g'ri manzil, qo'shnining yolg'on shikoyati, qarindosh bilan bog'liq ish, ijarachi bilan muammo, sobiq turmush o'rtog'ining arizasi, internetdagi izoh, qarz masalasi,
janjal haqidagi chaqiruv kabi holatlar bo'lishi mumkin. Kim unchalik vahima qilmasligi kerak. Agar xodimlar odob bilan kelgan bo'lsa, hujjat ko'rsatsa, qonuniy sababni tushuntirsa, siz ham madaniyat bilan muloqot qilsangiz, ko'p masalalar tinch hal bo'ladi. Lekin vahima qilmaslik degani hamma narsaga ko'z yumish degani emas. Siz xodimning familiyasini bilib oling, kelish sababini yozib oling. Hujjat bo'lsa suratga olishga harakat qiling, hech bo'lmasa mazmunini o'qing. Muhim jihat. Ichki ishlar xodimi xonadonga kirishi bilan avtomatik ravishda hamma narsani ko'rishga, shkaflarni ochishga, telefonlarni tekshirishga, kompyuterni olib ketishga haqli bo'lib qolmaydi. Har bir harakatning alohida protsessual asosi bo'lishi kerak. Tintuv boshqa, ko'zdan kechirish boshqa, so'rov boshqa, tushuntirish, xato olish boshqa, ushlab ketish boshqa. Oddiy odam uchun bularning farqi mayda ko'rinadi. Lekin keyinchalik aynan shu farqlar ish taqdirini hal qiladi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nuans, eshikni ochish va uyga kiritish bir xil narsa emas. Siz eshikni zanjirda yoki yarim ochib, hujjatni ko'rishingiz, gaplashishingiz mumkin. Agar qonuniy qaror bo'lmasa, men advokatim bilan maslahashmasdan uyga kiritmayman. Iltimos qonuniy asosni ko'rsating, deyishingiz mumkin. Bu gapni tinch ohangda aytish kerak. Ikkinchi nuans. Bizda og'zaki topshiriq bor degan gap uyga bostirib kirish uchun yetarli emas. Fuqaro sifatida siz yozma hujjatni ko'rishni so'rashingiz mumkin. Agar ular bo'limga borib ko'rasiz desa, siz nima sababdan hozir uyimga kirmoqchisiz? Qaysi moddaga asosan deb aniqlashtirasiz. Uchinchi nuans, ijarada yashash. Ko'pchilik uy meniki emas, demak huquqim yo'q deb o'ylaydi. Noto'g'ri. Siz shu joyda qonuniy yashayotgan bo'lsangiz, ijara shartnomangiz bo'lsa yoki amalda yashayotganingizni tasdiqlovchi holatlar bo'lsa, sizning shaxsiy hayotingiz, buyumlaringiz, xonangiz ham himoyada. Uy egasi ham istagan paytida militsiya bilan kirib kelib, sizning narsalaringizni titkilashi mumkin emas. Agar nizoli vaziyat bo'lsa, u fuqarolik tartibida hal qilinadi. 4-nuans, tungi vaqt. Kechasi kelish har doim ham noqonuniy degani emas, lekin bu yanada jiddiy asos talab qiladi. Agar shoshilinch holat bo'lmasa, tungi vaqtda uyga kirish masalasi ayniqsa ehtiyotkorlik bilan baholanishi kerak. Siz soatni videoga oling. Xodimlarning kelgan vaqtini yozib qo'ying. Qo'shnilarni guvoh sifatida chaqiring. 5-nuans, telefon va video. Siz o'z uyingizda, o'z xavfsizligingiz uchun jarayonni videoga olishga harakat qilishingiz mumkin. Lekin xodimga yaqin borib, yuziga telefon tiqish, haqorat qilish, janjal chiqarish kerak emas. Eng to'g'ri usul. Telefonni biroz chetroqqa qo'yib, ovoz va umumiy jarayon yoziladigan qilib qo'yish. Men o'z huquqlarimni himoya qilish uchun videoga olyapman deb ayting. Agar telefoningizni tortib olishsa, buni ham baland ovozda qayd eting. Telefonimni falon xodim oldi. Bayonnoma tuzing. 6-nuans, xolislar. Tintuv yoki olib qo'yish kabi harakatlarda xolislar ishtiroki masalasi juda muhim. Xolislar haqiqiy, betaraf odamlar bo'lishi kerak. Ba'zan amaliyotda xolis sifatida o'sha xodimlarga tanish odamlar olib kelinishi mumkin. Siz ularning ism familiyasi, manzili, telefon raqami bayonnomaga kiritilishini so'rang. Agar xolislar jarayonni ko'rmay, koridorda turgan bo'lsa, buni bayonnomaga yozdiring. 7-nuans, imzo. Eng katta xatolardan biri o'qimasdan imzo qo'yish. Shunchaki rasmiyatchilik, keyin ketaverasiz. Imzo qo'ymasangiz yomon bo'ladi deyishlari mumkin. Men doim aytaman, hujjatni to'liq o'qing. Tushunmasangiz, men bu hujjat mazmunini tushunmadim deb yozing. E'tirozingiz bo'lsa, e'tirozim bor deb albatta yozing. Bo'sh joy qolsa, chiziq tortishni so'rang. Hech qachon bo'sh varaqqa imzo qo'ymang. 8-nuans, qarshilik ko'rsatish. Eshikni ichkaridan to'sib olish, xodimni itarish, haqorat qilish, buyum otish, bolalarni oldinga chiqarib qo'yish, gaz ballon ishlatish juda xavfli. Agar ular noqonuniy harakat qilayotgan bo'lsa ham, siz zo'ravonlik bilan javob bermang. Chunki keyin sizga hokimiyat vakiliga qarshilik yoki boshqa ayblovlar qo'yilishi mumkin. Sizning rolingiz xotirjamlik, video guvoh, hujjat, advokat, shikoyat. Birinchi qadam. Xotirjam bo'ling, eshikni darhol katta ochmang. Ichkaridan so'rang, kim keldi? Qaysi bo'lim? Familiyangiz, kelish sababingiz. Agar ko'zcha bo'lsa qarang. Forma, xizmat mashinasi. Odamlar sonini baholang. Ikkinchi qadam. Telefoningizda video yoki audio yozuvni yoqing. Agar uyda boshqa odam bo'lsa, unga ayting, videoga olib tur, advokatga qo'ng'iroq qil. Agar yolg'iz bo'lsangiz, telefonni cho'ntakka yoki stolga qo'yib, ovoz yoziladigan qiling.
Uchinchi qadam. Xizmat guvohnomasini ko'rsatishni so'rang. Iltimos, guvohnomangizni eshik ko'chasiga yoki kameraga ko'rsating. Familiyangizni ayting. Guvohnoma raqami, lavozimi, bo'lim nomini yozib oling. 4-qadam, qonuniy asosini so'rang. Uyimga kirish uchun qanday hujjat bor? Tintuv qarori bormi? Sud ajrimi yoki prokuror sanksiyasi bormi? Qaysi ish bo'yicha? Agar ular hujjat ko'rsatsa, undagi manzil aynan sizning manzilingizmi? Ism familiya to'g'rimi? Sana bugungimi? Imzo va muhr bormi? Nimaga ruxsat berilgani aniq yozilganmi tekshiring. 5-qadam. Agar hujjat yo'q bo'lsa va shoshilinch xavf ham bo'lmasa, tinch ayting. Men qonuniy asossiz uyga kiritmayman. Agar savol bo'lsa, chaqiruv qog'ozi bering, advokatim bilan kelaman. Shu bilan birga haqorat qilmang. Sizlar noqonuniysizlar deb baqirmang. Har bir so'zingiz keyin sizga qarshi ishlatilishi mumkin. 6-qadam. Agar eshikni buzamiz deyishsa, baland va aniq ayting. Men eshikni ochish masalasida qonuniy hujjatni so'rayapman. Eshikni buzish holatini videoga olyapman. Iltimos, asosni ayting. Shu paytda melikiga qo'ng'iroq qilib, mening manzilimga o'zini ichki ishlar xodimi deb tanishtirgan shaxslar kelgan, eshikni buzish bilan tahdid qilyapti. Men ularning qonuniy asosini tekshirishni so'rayman deb xabar bering. Qo'ng'iroq vaqti qayd qilinadi. 7-qadam. Agar ular baribir kirsa, jismoniy qarshilik qilmang. Bolalarni xavfsiz joyga o'tkazing. Keksa ota-onani tinchlantiring. Hujjat va pul turgan joyga o'zingiz yugurib bormang. Chunki bu shubha uyg'otishi mumkin. Faqat kuzating, yozib oling, advokatga qo'ng'iroq qiling. 8-qadam. Advokat talab qiling. Men advokat ishtirokini talab qilaman. Advokatim kelguncha protsessual harakatlarni boshlamaslikni so'rayman deb ayting. Ba'zi shoshilinch holatlarda ular kutmasligi mumkin, lekin sizning talabingiz bayonnomada aks etishi kerak. Agar advokatingiz bo'lmasa, yaqinlaringizga qo'ng'iroq qilib, advokat topishni so'rang. 9-qadam. Tintuv bo'lsa, har bir xonaga birga kiring. Xodimlar bir xonada, siz boshqa xonada qolib ketmang. Olib qo'yilgan har bir buyum bayonnomada aniq yozilsin. Telefon modeli, IMEI raqami, notebook modeli, pul miqdori, valyutasi, hujjat nomi, fleshka soni, bir dona telefon deb yozish yetarli emas. Keyin aynan nimani olib ketishganini isbotlash qiyin bo'ladi. 10-qadam. Bayonnomani o'qing va e'tiroz yozing. Masalan, tintuv vaqtida advokat kelishini so'radim, lekin kutishmadi. Xolislar jarayonni to'liq kuzatmadi. Eshik buzib kirildi. Hujjat oldindan ko'rsatilgani yo'q. Olib qo'yilgan buyumlar menga tegishli emas yoki pul miqdori noto'g'ri ko'rsatildi. E'tirozlaringizni o'z qo'lingiz bilan yozishga harakat qiling. Agar eshik buzilgan bo'lsa, jarayon tugagach darhol dalillarni yig'ing. Eshik qulf, devor singan buyumlar, yerga tushgan parchalar hammasini suratga va videoga oling. Vaqtni ko'rsating. Qo'shnilardan kim nima ko'rganini so'rang. Agar qo'shni eshik buzilganini ko'rgan bo'lsa, uning telefon raqamini oling. Agar uyda kamera bo'lsa, yozuvni alohida joyga saqlang, o'chirilib ketmasin. Keyin ta'mirlash xarajatlarini hujjatlashtiring. Ustadan chek yoki yozma hisob oling. Qulf 2 ming so'm, eshik ta'miri 800 ming so'm, yangi rama 1 million 200 ming so'm kabi. Zararni dalilsiz talab qilish qiyin. Agar kimdir jarohat olgan bo'lsa, darhol tibbiyot muassasasiga boring, ma'lumotnoma oling. O'zi o'tib ketadi demang. Chunki ertasi kuni ko'karishning kelib chiqishini isbotlash qiyin bo'ladi. Shikoyatni qayerga berish mumkin? Birinchi yo'l, yuqori turuvchi ichki ishlar organiga. Masalan, tuman IIB xodimi bo'lsa, shahar yoki viloyat IIBga. Ikkinchi yo'l, prokuraturaga. Chunki prokuratura qonuniylik ustidan nazorat qiladi. Uchinchi yo'l, sud tartibida mansabdor shaxs harakatlari ustidan shikoyat qilish. 4-yo'l, inson huquqlari bo'yicha vakil, ya'ni ombudsmanga murojaat qilish. Agar qiynoq, zo'ravonlik, bosim, noqonuniy ushlab turish bo'lsa, bu alohida jiddiy masala sifatida ko'tarilishi kerak. Shikoyatda hissiyot emas, fakt yozing. Ular yomon odamlar deb emas. 2026 yil 11 mart kuni soat 06:30. Irimda falon manzilda o'zini falon bo'lim xodimi deb tanishtirgan shaxslar keldi. Xizmat guvohnomasi to'liq ko'rsatilmagan. Uyga kirish uchun hujjat taqdim etilmadi. Eshik buzildi. Jarayon videoga olindi. Natijada qulf va eshikka zarar yetdi. Tintuv bayonnomasida e'tirozlarim aks ettirilmadi deb yozing. Ilova qiling. Video, foto, qo'ng'iroq vaqti, guvohlar ro'yxati, ta'mir xarajati, bayonnoma nusxasi, tibbiy ma'lumotnoma. Yana bir muhim maslahat, uyda doim asosiy hujjatlaringiz tartibli tursin.
pasport yoki ID, karta, ijara shartnomasi, mulk hujjatlari, avtomobil hujjatlari, bolalarning hujjatlari, tibbiy ma'lumotlar alohida papkada bo'lsin. Chunki tartibsizlik paytida hujjatim qayerda deb yugurish vahimani oshiradi. Advokat yoki ishonchli qarindosh telefon raqami telefoningizda va qog'ozda yozilgan bo'lsin. Telefon quvvati tugasa ham raqam topilishi kerak. Ota-onalarga alohida aytaman, farzandlaringizga ham tushuntiring. Agar uyda 15 yoshli talaba yolg'iz bo'lsa, eshikni kimga ochish, nima so'rash, kimga qo'ng'iroq qilishni bilsin. Keksa ota-onangizga ham ayting. Forma ko'rishingiz bilan hamma narsaga ruxsat bermang. Avval menga qo'ng'iroq qiling, hujjat so'rang. Bu militsiyaga qarshi bo'lish emas. Bu huquqiy madaniyat. Eng asosiy qoida shuki, ichki ishlar xodimlari bilan janjallashmang. Lekin huquqlaringizdan ham voz kechmang. Hujjat so'rang, kelish sababini aniqlang. Video yoki audio qayd qiling, advokat talab qiling. Bayonnomani o'qimasdan imzo qo'ymang, e'tirozlaringizni yozdiring. Zarar bo'lsa dalil to'plang va qonuniy tartibda shikoyat qiling. Agar vaziyat hayot va sog'liq xavfi bilan bog'liq bo'lsa, xodimlar shoshilinch kirishi mumkinligini ham unutmang. Lekin har qanday holatda ularning harakati keyin hujjatlashtirilishi va qonuniy asos bilan tushuntirilishi kerak. Sizdan iltimos, izohlarda yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday vaziyatga duch kelganmi? Militsiya eshikni taqillatganda odamlar eng ko'p qaysi xatoni qiladi deb o'ylaysiz? Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugungi ma'lumot bir kun kelib kimningdir uyini, mulkini, sha'nini va erkinligini himoya qilib qolishi mumkin.